Qadim-qadimdan adabiyot, san'at, madaniyat beshigini tebratgan Farg'ona zamini minglab so'z san'atkorlarini kamolga yetkazgan. Bu muqaddas tuproqning har bir qarichi, har bir go'shasi ulug' siymolarning nafasi va qadamjolari bilan musharraf bo'lgan. Asrlar davomida bu diyordan yetishib chiqqan ulug' mutafakkirlar, shoir-u fozillar nafaqat yurtimiz, balki butun sharq tamaddunining rivojiga beqiyos hissa qo'shganlar. Ahmad Farg'oniy dahosidan boshlangan ilm iqlimi, Nodira begim, Uvaysi va Furqat kabi so'z zargarlarining otashin ijodi bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Bugun vaqt shiddat bilan o'tayotgan bo'lsa-da, ulug' ajdodlar ekkan ma'naviyat nihollari bahor gullaridek yashnashda davom etmoqda. Bu zaminda yetishib chiqayotgan yangi avlod vakillari o'sha ulug' an'analarni, ma'naviy merosni asrab-avaylab kelajakka olib o'tmoqdalar. Men Rishton tumani Buloqboshi qishlog'ida tug'ilganman. O'z nomi o'zi bilan Buloqboshi deb ataladigan qishloqda buloqlar ko'p bo'lganda, juda bir xosiyatli buloqlar deyishardi. Hamma yaxshi ko'rardi. Bir buloqdan suv ichsang olim, bir buloqdan suv ichsang shoir bo'lasan deyishardi. Shularni borib u paytlarda kosalarda emas, yotib suv ichilardi. Aravlardan ham, buloqlardan ham shuni yotib, bolalar yugurib o'ynab kelib buloqlardan suv ichib ketaverardik. Tabiatni, jamiyatni farzandi sifatida shundan ta'sirlandik deb o'ylayman-da. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning keyinchalik bir fikrlarini o'qib qo'yganman. Shoirning kimligini bilmoqchi bo'lsang, uning yurtiga bor degan gap mavjud. Buni biroz o'zgartirib, shoirning yurtini bilmoqchi bo'lsang, uning yozganlarini o'qib ko'r deyish ham mumkin deydilar. Demak, shoirni yozganidan uning yurtini nafas kelib turadi. El suv ichgan daryolar ko'rsatuvining bu galgi sonida ana shu qutlug' an'analarning munosib izdoshi va vorisi, Farg'ona adabiy muhitining yorqin vakili, Turon Fanlar akademiyasi akademigi, filologiya fanlari doktori, professor, Do'stlik ordeni sohibi, el ardog'idagi ustoz Siddiq Mo'min hayot yo'liga nazar solamiz. Siddiq Mo'min deganda meni ko'z oldimda bir qarashda viqorli, bir qarashda xokisor, olim va o'ta hassos shoir, teran fikrlaydigan jurnalist gavdalanadi. Ko'pchilik Siddiq Mo'minni tilshunos, filolog, olim sifatida taniydi va nafaqat viloyatimizda, butun respublikamizda, qo'shni davlatlarda, umuman katta filologiya maktabida Siddiq Mo'minning o'zlarining o'rinlari bor. Bundan tashqari shoir sifatida tanishadi va she'rlarini ham men baxtlimanki, bir qancha she'rlarini tojik tiliga tarjima qilganman, nashr etilgan bu she'rlar. Farg'ona vodiysi azaldan o'zining mutafakkirlari, shoir va shuarolari, hunarmandlari, san'at ahli bilan, nozik didli kitobxonlari bilan o'ziga xos bir o'rin tutadi-da. Birorta bir inson yo'qki, suhbat asnosida bir ikki bayt keltirmagan bo'lsin-da. Biz bugun bir hurmat bilan ham qutlab, ham e'zozlab tilga olayotgan inson professor Siddiq Mo'min qutlug' muborak bir zaminda tug'ilib o'sgan, kamol topgan insonlardir. 1994-yillardan beri bilaman. O'sha paytda men O'zbekiston radiosida Subhidam saloma degan bir tongni eshittirish tayyorlardim. Shunda ilk bor biz Siddiq Mo'min bilan mana shu tonggi dasturda bir juda chiroyli bir suhbat qurgandik. Keyinchalik bu aloqalarimiz mana rivojlanib, adabiyot yo'nalishida, she'riyat yo'nalishida, ilm yo'nalishida mana hozir tobora yillar davomida mustahkamlanib kelyapti. Qahramonimiz bugun o'z faoliyati va ijodi bilan qadim Farg'onaning boy adabiy madaniy merosiga yangicha nafas baxsh etdi. U kishining filologiya sohasidagi zahmatli tadqiqotlari ajdodlar so'zini ilmiy asosda ulug'lasa,
yozgan dilbar she'rlari o'sha qadimiy va navqiron tuyg'ularning bugungi kundagi aks sadosi bo'lib yangramoqda. Olim va shoir sifatida ulug' ajdodlarning ma'naviy chirog'ini baland tutib kelayotgan bu insonning bosib o'tgan yo'li haqiqiy kamolot maktabidir. Farg'ona davlat universiteti filologiya fakultetida ma'naviy, ma'rifiy ishlarni jonlanishida, talabalarga tilshunoslik sohasida chuqur bilimlarni berishda, talabalarning axloqiy jihatdan tarbiya topishida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, filologiya fanlari doktori Sidirjon aka Mo'minovning alohida o'rni bor. Sidirjon aka Mo'minov ham olim sifatida, ham shoir sifatida, murabbiy sifatida 50 yilga yaqin mehnat faoliyati davomida universitetimizning har jihatdan rivojlanishda o'ziga xos hissasini qo'shdi. Mana shu oliygohga ishga kelganimga 35 yil bo'lgan bo'lsa, 35 yildan buyon Sidiq Mo'min domlani taniyman. Birgalikda faoliyat olib boramiz, ham nafas. Biz nafaqat bitta jamoada, bitta kafedrada ishlaymiz, ham qo'shni, bitta mahallada ham yashaymiz. Shuning uchun biron-bir tadbirlarga ketayotganimizda, kelayotganimizda o'zaro suhbat jarayonida biron-bir g'oyani aytsam, shu g'oyani she'rga solib kechqurun menga jo'natib yuboradilar. Ko'rib bering deb turib jo'natadilar. Bu ham mana shu inson qanchalik hozirjavob ekanliklaridan dalil desak xato bo'lmaydi. Bolalik inson taqdirining poydevori qo'yiladigan, qalblarga orzular urug'i ekiladigan eng beg'ubor fasldir. Qahramonimizning hayot yo'li ham aynan mana shunday orzuli bolalik yillari-yu so'z sehriga oshno bo'lgan o'smirlik lahzalaridan boshlangan edi. Uning qalbida bolaligidanoq uyg'ongan adabiyotga, kitobga bo'lgan cheksiz muhabbat yillar o'tib butun hayotini yorituvchi mayoqqa aylandi. Bu orzular olimni dastlab so'z va ijod maydoniga, shoirlik va jurnalistik olamiga yetakladi. Bolaligidan matbuot va ijod maydonida chiniqdi, tanildi va el e'tiboriga tushdi. So'zning ichki sirlarini, ilmiy mohiyatini anglashga bo'lgan kuchli ishtiyoq keyinchalik qahramonimizni olimlik yo'liga olib kirdi. Adabiyotga, she'riyatga qiziqdik bolalik paytlarimizdan. Men shu 7-8 sinfda o'qiyotganimizda Rishton haqiqati degan, hozir ham nomi shunaqa, Rishton haqiqati degan gazeta, tuman gazetasi chiqardi. Men ham shu 7-8 sinfda o'qiyotganimda kichkina xabarlar yozib ko'rdim. O'quvchilar g'ayrati degan kichkina xabar yozdim birinchi. Folda yozib, konvertga solib, pochtaloniga berib yuborardik. U olib ketib, chiqarib, bir haftada ana-mana deb chiqib qolardi. Keyin birinchi maqolam chiqqanda Sidirjonning maqolasi chiqibdi, Rishton haqiqatida deb o'quvchilar g'ayrati degan kichkinagina xabarim chiqibdi. Ota-onalarga yordam berayotgan o'quvchilarni haqida yozdim, o'zimning sinfdosh do'stlarim haqida. O'quvchilar o'rtoqlarim ham havas qilishdiki menga, "Voy, Sidirjonning maqolasi chiqibdi. S. Mo'minov shu maktab o'quvchisi" deb yozib qo'yilgan. Orqasidan tez yozadigan bo'ldim. Haliginga qalam haqi ham kelardi. Bu paytda juda tuman gazetalarda ham qalam haqi bo'lardi. Yana konvert olganman, qog'oz olganman, ruchka olganman, yana yozganman. Qarasam chiqyapti yozganlarim. Mitti masalalar degan janr bor-ku, mana shular o'sha paytda chiqqan. 8-sinf o'quvchiligimda 1971-yillarga to'g'ri keladi. Qarang, shularni qirqib, yopishtirib albom qilib olib qo'ygan ekanman. Hozir ko'rib o'zim ham hayratimga hayron qolaman. Shu erimni shu bola bo'lsam ham shularni qirqib, yopishtirib, ehtiyot qilib olib qo'ygan ekanman-da. Hozir shularni yig'ib, tanlangan asarlarni tayyorladim. Qarasam ancha narsa bo'lib qoldi va 71-yildan boshlangan narsalarni to'plasam, hozir 500 betga yaqin bir masallar, she'rlar to'plami bo'lib qoldi. Bir o'zim ham bo'ladigan bola boshidan ma'lum deb qo'yishadi-yu. O'zim ham endi hayron qoldimda, shunaqa qun qilib yiqqan ekanman-da. Ustoz hali umumta'lim maktabda o'qiyotgan paytlarida birinchi xabarlari, reportajlari chiqa boshlagan va men o'ylayman, mana shu jurnalistika, gazeta, radio, televideniya ustoz uchun juda katta maktab bo'ldi. Chunki har bir ijodkor, har bir olim avvalo hayotni bilishi kerak, dunyoqarashi keng bo'lishi kerak, turli sohalar xususiyatlarini tushunishi kerak va albatta
inson psixologiyasini. Mana shular o'zlashtirishda, anglashda men o'ylayman Sidiq Mo'minga o'sha jurnalistik faoliyatlari qo'l keldi. Chunki bilamiz, eng yirik shoirlarni qarasangiz, ijodkorlar, buyuk yozuvchilar, darg'alarni ko'rsangiz, hammasi faoliyati mana shu jurnalistikadan boshlangan va shu gapimni yana bir marta takrorlamoqchiman. Sidiq Mo'min bo'lishi uchun men o'ylayman, jurnalistika, gazeta, radio asqotdi. Ustozlarning e'tibori sizga yana ham ilhom berar ekanda. 1974-78 yillarda keyin Farg'ona davlat pedagogika institutini o'zbek tili adabiyoti fakultetini bitirdim, a'lo baholar bilan o'qidim. Institut pedagogika degan gazetasi bor ekan. Shu gazeta borligini ko'rib qolib, men gazetaga maqolalar bera boshladim birinchi kursdan boshlab. Ikkinchi kursda o'qiyotganimda meni yarim ish o'rnida ishga qabul qilishdi. Ham talabaman, ham gazetada oylik oladigan jurnalist ham bo'lib qoldim. Ikkinchi kursdan boshlab gazetada chiqaraman, ham guruh sarkoriman. 35 ta o'quvchi talaba bizni o'qigan. Guruhni boshqaraman, darsni ham qoldirmasdan qattiq kunduzi o'qiyman. Hatto tanaffuslarda yugurib borib kimdandir intervyu olib kelaman. Haftada bitta chiqadi gazeta. Shunga ulgurishim kerak-da, men gazetani chiqarib ko'p tirajli gazetadirlar. Shu 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda ham o'qib, ham ishlab oylikchi talaba deyishardi meni. Stipendiya olardim, oylik olardim. Shunaqa qilib bitirdik. Bitirib o'sha to'liq ish o'rnida qoldim keyin o'sha gazetada. Sidiq Mo'min bilan tanishgan chog'lari men u paytda Rishton tumani Rishton haqiqati gazetasida ishlardim. Bu 89-yillar, 90-yillar va o'sha paytda Sidiq Mo'min bizning gazetamizda o'ta faol edilar. Keyinchalik Sadoy Sugʼ gazetida bosh muharrir bo'lib ishlab yurgan paytimda ham, Sugʼ televideniyasida ishlagan yillarda ham mana shu hamkorlik kerakli mavzuda, dolzarb mavzularda o'sha mavzuni mag'zini chaqab bera oladigan intervyu beruvchi kerakda. Mana shu paytlarda Sidiq Mo'min ustozim bizga juda ko'p asqatgan hamkorlik qilganmiz. Mana keyinchalik Farg'ona viloyat radio kompaniyasida ishlab yurgan paytimda ham hamkorligimiz davom etdi. Sharqda ustozlik maqomi otalik maqomiga qiyoslanadi. Zero o'z tafakkuri va qalb qo'ri bilan boshqa bir inson taqdirini yoritish, uni ilm yo'liga boshlash haqiqiy fidokorlikdir. Bugun Sidiq Mo'min o'z umrining go'zal kamolot faslini yashamoqda. Universitet auditoriyalarida yuzlab, minglab talabalarga saboq berayotgan, ularning qalbiga ilm chirog'ini yoqayotgan zabardast ustoz, professor darajasiga ko'tarildi. Olimning har bir darsi talabalar uchun bir oddiy ma'ruza emas, balki hayot, til va adabiyot go'zalligidan beriladigan unutilmas tarbiya sabog'iga aylanib ulgurgan. Ustozni mehnati shogirdlar orqali amalga oshganda hardig'ingiz chiqarganda endi shu ortingizda yaxshi ishlar qilayotganligidan quvonasiz va bu odamga katta zavq beradi. Uni tagida katta bir mehnat, o'sha kasbga mehr, muhabbat yotar ekanda. 4 ta fan doktori shogird chiqardim. 5-6-lari ham tayyor bo'lib boryapti. 20 dan ortiq fan nomzodlariga rahbarlik qildim. Hammasi bo'lib 30 ga yaqin olimlarga ilmiy rahbarlik qildim. Magistrlik dissertatsiyalari bo'yicha ham ko'p shogirdlarimiz chiqdi. Shogirdlarimiz ichida yetuk jurnalistlar, shoirlar, davlat arboblari borligidan quvonamiz-da. Domlalar bor, masalan, nazariyani gapirib beradi-da. Siz qulog'ingizga o'sha paytda kirgandek bo'ladi, siz uni tushungandek bo'lasiz. Lekin oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin, aytaylik darsdan chiqqaningizdan keyin, 1 kundan keyin, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin, boring yana 1 yildan keyin o'rganganlaringizdan asar ham qolmasligi mumkin. Lekin Sidiq Mo'min ustozni o'ziga xos tomonlardan bittasi shuki, darslarni, saboqlarni hayotiy qilib o'tganlari uchun mana haligacha kishini saboqlari esimizdan chiqqani yo'q. Va biz birinchi bo'lib o'sha talabalik davrlarimizda Muhammad Yusuf haqida, Iqbol Mirzo haqida, Bahodir Iso haqida ilk tasavvurlarimiz, ilk ma'lumotlarimiz aynan domlaning hayotiy hikoyalari tufayli bizda shakllanganda.
va biz ularni ma'lum ma'noda Sidiq momo orqali taniganmiz. Avvalambor she'rlar orqali to'g'ri tanigan bo'lsak, lekin hayotda inson sifatida Sidiq momo orqali ularni tanib borgan. Yillar o'tishi bilan talabalik uzoqlashib borgani sari biz domla bilan uzoqlashmadik, balki o'tayotgan yillar bizni hamisha qadrdon qilib boryapti, yaqinlashtirib boryapti. Men Toshkentda, u kishi Farg'onada bo'lishiga qaramasdan har doim xabarlashib turamiz yoki bo'lmasam domla ko'p Toshkentga kelib turganlarda uchrashamiz va birgalikda ko'p joylarga boramiz, yozuvchilardan xabar olamiz, muzeylarda aylanamiz. Domla haqida nasib qilsa kitob nashr etilgan. Bu yerda o'zimni o'sha esdaliklarimni yozganman va bu yerda yana ham to'laroq tanishish mumkin. Farg'ona davlat universitetiga ilk bor qadam qo'yganimda professor Sidiqjon Mo'minov qarshi olganlar, ular mening birinchi murabbiyim hisoblanishadi. Biz mana shu dars vaqtlarida Sidiq Mo'mindan juda ham ko'p ma'ruzalarni tinglaganmiz. Sidiq Mo'min bizga murabbiy sifatida shaxs kamoloti haqida saboqlar bergan, hayotiy saboqlar bergan. Professor Sidiq Mo'minov nafaqat insoniy fazilatlarni o'rgatgan bir shaxs kamolotidagi me'mor hisoblanadi, balki bizni ilm yo'liga ham yetaklagan, ilmiy saboqlar bergan, bizga o'z yo'nalishimizni tanlashda o'gitlar bergan inson hisoblanadi. Adabiyot olamiga qadam qo'yishimda albatta Sidiq Mo'minning o'rni beqiyos. Bugun ustozning ana shu beminnat mehnatlari va bedor tunlarining hosili sifatida uning tarbiyasini olgan o'nlab shogirdlari olimlik yo'lida izlanishmoqda. Ular nafaqat Farg'ona vodiysida, balki butun respublikamizning nufuzli ta'lim maskanlari va ilmiy dargohlarida ustoz boshlagan sharafli yo'lni davom ettirmoqdalar. Men juda ham bir baxtli shogirdiman deb aytsam bo'ladi, sababi shunday bir omadli ustozni omadli shogirdiman. Bugun ustoz bilan men shu bir sohada, bir jamoada birgalashib ustoz shogird bo'lib mehnat qilib kelyapmiz. Hozirgi kunda eng yosh shogirdlardan biri sifatida faoliyat olib boryapman. 50 yil davomida faoliyat olib borgan bo'lsa, 20 dan ortiq shogirdlari bor. Men shu ustozni kamtarligi, samimiyligi, shogirdparvarligi juda tahsinga sazovor inson deb bilaman. Ustozimiz doim bizni shu ilm yo'lida, hayot saboqlarini o'rgatishda juda jonbozlik ko'rsatadilar. Doim ustozni faoliyatidan ko'plab energiya olamiz hamda bundan faxrlanamiz. Har bir sohada albatta ustozimizga suyanamiz, tayanamiz. Ustozni shunaqangi bir ajoyib bir xususiyatlari borki, birinchidan o'ta chiroyli bir xushmuomala inson. Sababi o'zi nutq madaniyati, sosiolingvistika yo'nalishi bo'yicha ilmiy ish qilganligi uchun ustozda bir notiqlik san'ati bor. U bilan bir marta suhbat qilgan odam albatta shu inson bilan yana bir qayta suhbatlashsam degan albatta shunaqa bir niyati bo'ladi. Ya'ni qaysi davrada bo'lmasin, qaysi sohada bo'lmasin, hamma masalaga, hamma sohada ustozda she'r tayyor, gap tayyor, hammani ko'nglini topa oladigan bir ham olim, ham shoir. Ustoz bilan ko'p suhbatdosh bo'lib, uning oilasi bilan ham biz yaqinmiz. Ustozni oilasini ham bir havas qiladigan jihatlari. 3 ta farzandi bo'ladigan bo'lsa, 2 ta farzandi ilmiy darajalik bugun universitet oliy dargohda talabalarga dars beryapti. Yana bir farzandi ham demak ilm sohasiga kirgan, u ham demak ilmiy ish bilan, demak ziyolilar oilasi deb. Uni kishini oilasiga ham havas qilib edik. Hamma qiladigan ishlarida, ko'rsatadigan amallarida ustozni o'zi har narsaga bizga ibrat bo'lib xizmat qiladi. Siddiq Mo'min qalamidan to'kilgan har bir asar, har bir kitob milliy ma'naviyatimiz xazinasidan munosib o'rin olganiga guvoh bo'lamiz. So'zlashish san'ati hamda muloqot mezoni kabi fundamental tadqiqotlar bugungi kunda o'zaro insoniy munosabatlarning, go'zal muomala madaniyatining haqiqiy qomusiga aylandi. Tillashish va dillashish asari esa shunchaki tilshunoslik qo'llanmasi emas, balki insonlar qalbini bir-biriga bog'lovchi ma'naviy ko'prikka aylandi. Nutq va tilning o'ziga xos jozibasini tadqiq etish yo'lidagi izlanishlar esa Nutq va ijod uslubi hududining xoslanishi nomli ilmiy asarida o'z ifodasini topdi. Bundan tashqari, olimning nutq madaniyatiga oid yaratgan darsliklari va o'quv qo'llanmalari
bugun minglab yoshlarimizning to'g'ri, ravon va go'zal so'zlashishida asosiy poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Odatda tilshunos deganda adabiyotdan jicha yiroqroq odam tushuniladi. Lekin mana Sidiq akada ko'rishimiz mumkinki, ham adabiyotshunos, ham shoir, ham tilshunos mujassamlashgan. Shuning uchun maktablari ham shunaqa mana birinchi bo'lib nutq madaniyati bo'yicha doktorlik ish qilgan domla. Ya'ni shu shoirligi, tilshunosligi aynan mana shu lingva poetika, tilshunoslik va adabiyotshunoslikning kesishgan o'rnida maktablari va maktablarni ko'rishim Qirg'izistondan ham shogirdlari bor. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shunaqa keng qamrovli olim, ham adabiyotshunos, ham tilshunos, ham shoir va shuna hammasini amaliyotga ham o'zbek tilini sofligi uchun mana shu lingvistik ekologiya, ekolingvistika degan yo'nalishlarni ham shogirdlari bilan rahbarligida birinchi bo'lib Germaniyani grantini yutishgan. Ekolingvistikada hamma ekologiya ham bo'ladimi tilda deganda domla shuni asoslab mana bugun alohida mustaqil yo'nalish bo'lib o'zbek tilshunosligida shakllangan. Adabiyotga ko'proq qiziqardim. Lekin adabiyot kafedrasida o'rin bo'lmayapti hozir. Deyishdida Akbarjon Matg'oziyev degan bir ustoz, tilshunoslik kafedrasini mudiri, professor ustozlar edilar. Menga ariza yozdirib, shu tilshunoslik kafedrasiga o'qituvchilikka qabul qilishdi. Siz adabiyotga qiziqishingizni bilaman, lekin adabiyotga yaqin bir mavzu beraman sizga. Qilasiz deb menga domla yo'lga boshladilar. Shuning bilan men nomlar bo'yicha nomlarda motivatsiyaning o'rni, ahamiyati, shu nima asos bo'ladi nomga degan masalani o'rganib, nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildim. Keyin doktorlik ham qilishingiz kerak edi. Menga domla mavzu bering deb qiziqtirishdi. Men endi vazifamni bajarib bo'lganman, endi Toshkentdan rahbar olasiz deyishdi. Toshkentga malaka oshishda yurganimda Aziz Boltayev Jo'rayev degan Toshkentda ishlaydigan mendan yoshroq domla, lekin juda bilimdon ustoz shu mendagi istakni, xohishni bildilarda Farg'ona viloyati o'zbeklari muloqot xulqi bo'yicha ilmiy ish qiling. Ham adabiyot bo'ladi, ham til bo'ladi, ham pedagogika bo'ladi, psixologiya bor buning ichida deb meni shu tomonga tortdilar. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy lisoniy xususiyatlari degan mavzuda 10 yil shug'ullanib 1990-yilda boshlangan ishni demak 2000-yilda doktorlik dissertatsiyasi bilan yakunladim. Fan doktori bo'ldim. Juda ko'p she'rlari elimizni qalbidan joy olgan, bir qancha she'rlari qo'shiqlarga, bir chiroyli bir taronalarga aylangan bir otashnafas bir shoir ham hisoblanadi. Albatta, olimning shoirligi, shoirning olimligi bu birinchi navbatda adabiyotni baxti deb hisoblayman-da. Ana shu nuqtai nazardan Siddiq Mo'min avvalo shoirmi yoki olimmi degan savol ko'tariladigan bo'lsa, ilm ahli u avvalo olim degan gapni aytishi tayin. Va she'riyat ahli u avvalo shoir degan gapni aytishi ham aniq. Nega bu gaplarni aytyapman? Chunki Sidiq akani biz qalbida suhbatlashganda, adabiyot haqida, she'riyat haqida so'z ketganda birinchi navbatda ilm ahli kechirsinlar, biz shoirni yuragini ko'ramiz. Ana shu nuqtai nazardan Sidiq akani qalbida doimo shoir yuragi urib turganligini kuzatamiz. Siddiq Mo'minni ilmi, she'riyatini chuqur ma'no, bir falsafiylik, vazmin hayotiy kuzatishlar, chuqur bir ma'noli tashbihlar, obrazlar bilan boyitadigan bo'lsa, albatta she'riyati ilmini bir jo'shqin lirizm bilan, shoirona tashbihlar bilan bir ziynatlayotganini ham, ziynatlab kelayotganligi ham bor gap. Ustozni kamtarligi shu darajadaki,
mana bizdan bir necha yosh katta bo'lishiga qaramasdan men sharqshunos bo'lganligim uchun ilmiy ish yozayotgan bo'ladimi yoki she'r yozayotgan bo'ladimi biror bir so'zni ma'nosini tagiga yetmagunicha qo'ymaydi. Albatta qo'ng'iroq qilib uzr so'rab mana shu so'zni ma'nosi qanday bo'ladi Muxtorjon deb albatta so'raydi. O'zidan kichik demaydi yoki shogirdim bu demaydi. Hech qachon demak o'rganishdan charchamaydi. Aylanayin bo'yingdan ko'zlaringga ko'z tumor. O'tir o'g'lim, sen uchun aytadigan gapim bor. Pahlavonim, shunqorim, qil so'zimga e'tibor. Osmonda bir Xudoyu, yerda yolg'iz otang bor. Mo'rsan hali bilmaysan, dunyoning ne ekanin, otasizlar hayotda tinmayin pand yeganin, o'qib olgin ajdodlar, yoshlarga ne deganin. Osmonda bir Xudoyu, yerda esa otang bor. 5-6 ta monografiyalar chiqardik, darsliklar chiqardik. Nutq madaniyati bo'yicha ijod maktablari uchun darsliklarimiz bosilib chiqdi. Qo'llanmalarimiz, monografiyalarimiz hozir qo'llanilyapti. Ilmga shug'ullanib ko'proq band bo'lib ketib, shoirlik sal orqada qolayotgan edi. Bu she'rlar nima bo'lyapti deb ko'p tanqid qilishdi menga. Lekin qalbimda she'r bor, she'r yozib qo'yaman, to'plam chiqarishni o'ylamay ham yuraverganman-da, ilmiy ishni qilib olay, doktor bo'lib olay, uni qilay, buni qilay deb. 2006-yilda 50 yoshga borib qolgan yilimda birinchi she'riy to'plamni chiqarganman. Bahor kelganga o'xshaydi degan nom bilan shu kitobni chiqardik. 50 da bahor keldi dedim-da endi. Bahor 50 da kelsa, endi 90 da o'ylab ko'ramiz. Qishga hali uzoq degan bir kitob chiqarmoqchiman. 90 da. 50 da bahor kelgandan keyin qish tez kelib qolmaydi endi. Shuning uchun yaxshi niyatlarni qilib, astadil yuribmiz. Endi mana she'riy to'plamlar ham anchagina she'riy to'plamlar chiqdi. Siddiq Mo'min faqatgina ilmning qat'iy qonuniyatlari bilan cheklanib qolmadi. U so'zga ruh va jon baxsh etdi. Uni she'riyat rishtalariga tizdi. Shoirning dilbar she'riy to'plamlari o'quvchi qalbini bahor nafasidek erkalaydi. Bahor kelganga o'xshaydi nomli she'riy to'plamida umid va yangilanish kuylarini tinglasangiz, oilada ulg'ayar vatan kitobida inson vatanini qanday sevishi kerakligi haqidagi hislarni tuyasiz. Inson va borliq, koinot va ruhiyatning sirli bog'liqligi esa shoirning falsafiy teranlik bilan yo'g'rilgan bio maydon to'plamida namoyon bo'ladi. Hayotning go'zalligi, har bir soniyaning qadri va inson taqdiri esa ostonangda kutayotgan baxt kitobida nafis misralar bilan chizib berilgan. Va nihoyat ijodkorning o'z o'quvchisiga, she'riyat ixlosmandlariga bo'lgan cheksiz mehri va hurmati Sizga tutdim nazmiy guldasta nomli kitobida aks etgan. Shoir sifatida qator she'riy to'plamlarni nashr ettirdi va bu she'riy to'plamlari hozirgi paytda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, yuksak axloqli inson bo'lib tarbiyalanishda juda katta hissa bo'lib qo'shilib kelmoqda. Siddiq akani izlanishlarini, ilmiy tadqiqotlarini, juda katta ilmiy kashfiyotlari bilan birgalikda uni bir she'riy kitoblari birin-ketin bir elni ardog'iga, hurmatiga, e'zoziga sazovor bo'layotganini ham mana shu yillar davomida bir kuzatib kelyapmiz-da. Bu qalbda xuddi amu yangliq, sir yangliq ikkita daryo toshqin delik shovullab oqib turadi. Biri buni ilm daryosi bo'lsa, buni ikkinchisi albatta bir she'riyat, nazm bahri deb aytgingiz keladi-da. Bu qalb ikkalasidan ham birdek ilhomlanadi. Mana bugun 70 yoshni qarshilayotgan ayni damda bir so'zida ham, yuzida ham, ko'zida ham, qalbida ham, shijoatida ham, intilishlari, izlanishlarida ham bir yoshlarga xos shijoat balqib turgan shoirimiz bir she'rida aytadi-da. Bahor kelganga o'xshaydi degan she'riga 70 ga kelgan shoir yozyapti-da. Bahormi bilmadim endi bu yog'i,
she'rlardan qor emas gul hidi kelar deydilar. Qarang, 70ga kirgan odam ko'proq qor haqida o'ylaydi. Lekin shoir aytyapti, bahor kelganga o'xshaydi. Chunki she'rlarimdan qor hidi emas, gul hidi bo'y taratib turibdi. Bu o'sha men aytgan, uni qalbida birlamchi shoirona qalb bo'y ko'rsatib turadi degan so'zimni menimcha yana bir karra bir isboti bo'lsa kerak. Shoir zoti, ijodkor u necha yoshda bo'lmasin, uni hamisha o'sha ko'ngli bahoriy bir tarovat bilan, bahoriy bir entikishlar bilan, bahoriy bir orzular bilan to'lib toshib turadi. Mana shu bahoriy kayfiyat, mana shu bahoriy ruh Sidiq Mo'minning qalbini hech qachon tark etmasligini tilaymiz. 70 yoshni yoshartirgani ulug' olimimizga, ulug' shoirimizga muborak bo'lsin deb qolamiz. Xohlagan mavzuga Sidiq aka she'r bilishadi. Qaysi mavzu bo'lmasin, qaysidir shoir yo o'zlari yozgan she'rlar bor, men shu mavzuda she'r yozganman, yo Bahodirni yo Muhammad Yusufni she'rlarini aytib berishadi. Suqlik ziyolilar, suqlik olimlar, suqlik hatto oddiy insonlar Siddiq Mo'min desangiz taniydi. Siddiq Mo'min faqat kitobiy olim, kitobiy shoir, minbar jurnalisti emas, u xalq shoiri, u xalq jurnalisti, bu odamlarni diliga yetib borgan o'ta kam sonli baxtli insonlardan biridirlar. Men albatta omad tilayman va qo'rqmasdan aytishim mumkinki, ustoz Siddiq Mo'min bu tojik xalqining ham farzandidirlar. Suqlik deb men bemalol ayta olaman. Chunki odamga mehr bersangiz, mehr ko'rasiz. Siddiq Mo'min nafaqat shoir, olim, jurnalist, publisist, o'qituvchi, ustoz, balki dilbar inson hamdirlar. Mana shu dilbarligi iloyim 100 yilgacha davom etsin. 17 yashar, 70 yoshli Siddiq Mo'minni bahori so'nmasin. Olis yo'lga otlangan yo'lovchi katta kichik bekatlarda to'xtab, nafasini rostlaydi. Bosib o'tgan yo'lini sarhisob qilib, boradigan manzilini chamalab ko'radi va kuch yig'adi. Inson umri ham mana shunday yo'ldan, katta kichik bekatlardan iborat. Shu jihatdan olib qaraganda bugun 70 yoshni barkamollik bekati deb atash mumkin. Ayniqsa bu yoshga yetgan odam ham olim, ham shoir bo'lsa, u ayni kamolot pallasiga yetgan bo'ladi. Sidiq Mo'min haqida gapirganda men hamma zamonlarni va hamma davrlarni odami degim keladi. Chunki hozir mana ishonchim komil, hech shubha yo'qki, birinchi bosqich talabalaridan so'rasangiz ham Sidiq Mo'min go'yoki ular bilan tengdoshdek gaplashadilar va ularni qalbida ham xuddi biz qalbimizda qanday iz qoldirgan bo'lsa, xuddi shunday iz qoldirganlariga shubha yo'q. O'shaning uchun mana balki hozir 70 yoshga kirayotgan bo'lishiga qaramasdan domla hech kim 70 ga kirgan deb baholamaydi. Chunki Sidiq Mo'min domlamiz hamisha biz bilan tengdosh. Bizdan yoshlar bilan gaplashsalar, ular bilan tengdoshdek, ular bilan do'stdek, o'rtoqdek, qadrdondek bo'lib gaplashadilar. O'shaning uchun bu 70 yosh deganimiz bir ramziy, bir yillarni bir bahosi xolos. Lekin insonning qalbi hamisha navqiron, hamisha yosh. O'ylaymanki, domlamiz hamisha shunday bo'lib qoladilar. Chunki hayotdan yaxshilik izlab, atrofga yaxshilik bilan, yaxshi ko'z bilan qarab, pozitiv fikrlar bilan yashagan odam hamisha shunday bo'lib, yosh bo'lib qoladi, hech qachon qarimaydi. Fursatdan foydalanib, bugungi o'sha ramziy ma'nodagi yillarni bir bosqichi bo'lgan 70 yosh bilan domlani tabriklayman. Bu bekatda turib, ortga nazar tashlagan inson o'z umrining behuda o'tmaganini, ortda qolgan yo'lning nurli va fayzli bo'lganini ko'radi. Siddiq Mo'minning umr daryosi qadim Farg'ona zaminining teran ildizlaridan kuch oldi, oqdi va yoshlarga ilm, ma'rifat ulashdi. Aslida ilm ham o'zi katta bir ijod deb o'ylayman-da. Ilm bilan ijodni ba'zan sal ajratib qo'yishadi.
Menimcha buni ajratmaslik kerak. Ilm ham katta bir ijod. Unga ham ilhom kelish kerak. Odamda bir zavq bo'lmasa, bir tuyg'u qalbida jo'shmasa, u ilm ham qila olmaydi. Unga ham ilhom kerak. Ilmiy asar yozish uchun ham, badiiy asar yozish uchun ham katta ilhom kerak. Mana shu ilhom qalbimizni tark etmasin va mana shu bilan qo'limizdan kelganicha bir fuqarolik burchimizni, shu vatanni bir farzandi burchimizni ado etishga, sidqi dildan ado etishga intilib yuribmiz. Bugun biz mana shunday bag'rikeng, olimlik va shoirlik maqomini birdek yuksak tutgan fidoyi ustoz Siddiq Mo'minning ibratli hayot sahifalarini varaqladik. Inson o'z xalqiga, ilmu ma'rifatga va so'z san'atiga mana shunday sodiq yashagandagina 70 yosh keksalik emas, balki haqiqiy barkamollik va ulug'vorlik bekatiga aylanishiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Biz muhtaram olim